Sharqi Turkistonda zulm davomlashmoqda. Xabar qilinishicha, Uyg'urlar Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatlariga qatnashtirilgan Urumchi, Qashqar va G'ulji qatorliq shaharlarda san'atchilar qizil naqshlarni aytgan. Eng ajablanarligi bo'lsa, Uyg'ur muqom ansambli Uyg'urlarning an'anaviy muqomini Xitoycha o'rinlagan. Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligining 70 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilgan Oq dengiz Balqan turklari jamiyati raisi Mukarram Tuyg'u Balqan turklarining Uyg'ur turklari uchirgan zulmga yiroq emasligini, Sharq Turkistonning egichaqisiz emasligini ta'kidladi. O Kommunist Xitoy partiyasi qurilgandan buyon 35 million Sharq Turkistonlikning zulm bilan qatl qilinganligini bildirdi va bu qatl xalqaro jamiyatda asosan diqqatni tortmadi, asosan yo'q sanaldi. Dövlətimiz başçılığında başqa Türk Cumhuriyetlərinin narazılığına qaramasdan bu zulm gün sayın küçəydi dedi. Hindistan Mosun öl yığınının hücumu uçurdu. Sentabr ayının axırqı 3 gündə küçəyən öl yığınlar səbəblik sel astıda qalğan Bexar ölkəsində ölgənlər sani 73 yetdi. Selning hayvanlarning sağlamlıq məsələsini ağırlaşdırğanlığı və rayonda tozalash harakati başlanğanlığı bildirildi. Selde qalğan 10 mingdan ortiq kishi qutqizilgan bo'lib, o'lka normallashishga tirishmoqda. Bexar afat idorasi amaldori Amrit Bexarning markaziy padnanimi o'z ichiga olgan suv afatiga qarshi yordam ustallari ta'sis qilindi. Afat bilan kurash davomlashyapti dedi. Hong Kongdagi namoyishlarda soqchilarning o'q chiqarish sababli bir muxbir ko'rish iqtidoridan ayrilib qoldi. Vaqa jarayonida o'q chiqarmanglar, biz muxbir degandan keyin soqchilarning o'q chiqarganligi bildirildi. Indoneziyalik bir muxbir Hong Kongdagi namoyishlarni suratga elayotgan asnoda soqchilarning plastik o'qi tegib ko'zi yaralandi. Va bemaga Inda ismli bu muxbir yakshanba kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan namoyishlarni suratga elayotdi. Advokatlar plastik o'qning Inda taqib olgan ko'z maskasini teshib o'tib ko'zga tekkanligini bildirdi. Yevropa Komiteti bayonotchisi Degor Dejola Turkiyaning Amerika bilan elib berayotgan bexatar rayon xizmatlari haqida Turkiya bilan Amerikaning bexatar rayon hosil qilishi muzokaralarining davomlashishining muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Gordejola Turkiyaning Suriya chegarasidagi haqliq bexatarlik andishlarini bilamiz. Biz uchun muhim bo'lgani Suriyaning shimolida yangi qurolliq to'qinishlarning yuz bermasligi va rayondagi fuqarolarning uy makonlaridan ayrilib qolmasligi dedi. Gollandiyaning Xarlem shahrida Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan kishilik huquq tajovuzchilari qarshi namoyish o'tkazildi. Gollandiya Sharq Turkiston jamiyati tarafidan Xarlem poyezd vokzali oldida o'tkazilgan namoyishda Xitoyning Uyg'ur siyosati tanqidlandi. Sharq Turkiston va Uyg'urlarga erkinlik degan shiorlar bilan bir yerga jam bo'lgan namoyishchilar atrofdagilarga Uyg'ur xalqining dardini tonishtirgan bir bayonot e'lon qildi va tashviqot varig'i taqatdi. Bayonotda Xitoydan yig'ilish lagerlarini taqash, diniy erkinlikka hurmat qilish talab qilindi. Shundaqla Yevropa davlatlari Xitoyga besim tushirishga chaqiriq qilindi.